alaykum hurmatli bog'bonlar. Vanderkot 3-mart 2026 sana. Necha marta dori solindi deb o'ylaysiz? Shu guligacha bo'lgancha kuzda 2 marta, fevral oyida 2 marta, bugun 3-mart kuni azotli o'g'it berdim. Kaliy bilan birgalikda va kalsiyli o'g'itlarni soldim. Bitta motoblokda aylandim. Ideal holatiga keldi mana shu yerda. Alloh nasib qilsa endi hozir bu rakursdan ko'rinmasa ham kerak qancha hosili bor, lekin gul ko'p. U yetarli miqdorda kesilgan. Aylanasiga liderlarni qo'yganman. Gulni qarang, o'zini o'zi changlatadi. Gul ko'p. Endi mevani qanaqa ushlab qolishini hammasini sizlarga ko'rsataman. Bu yilgi narxigacha inshaalloh. Birinchi mana hozir birinchi gulni ham ko'rib turibmiz sizlar bilan. Xudo xolasa inshaalloh qolgan videolarni ham hammasini birgalikda ko'ramiz. Xo'sh. Mana ichkari suruvchilar hammasi olingan. Tashqariga shox beryapmiz. Tagida texnika ishlashini ham holatini hisobini olganmiz. Tevaga chiqishini ham va bo'yini mana hozir qo'lim yetadi liderga. Mana shu yerda taxminan 2,5-3 metr, max 3 gacha boradi. To'xtatamiz shundan. Misko porsini sepganman. Kurtali qo'zg'alishdan avval effektivniy bo'ldi. Xudo xolasa yelimga qarshi. Yelimlar yo'q edi. O'shimizdan keyin o'zi sekin-sekin so'rilib chiqyapti adashmasam. Chiqib ketyapti. Juda ham zo'r bo'ldi. Xo'p, ari hech qanaqa ari qo'ymaganman. Bu yil ari qo'yib ko'raman. Qanaqa bo'ladi? Qisman o'zini changlagan hisobiga ari qo'yib bizda changlatuvchisi yo'q. Tomkot degani changlatuvchi. Changlatuvchi yo'q. Shu yerda bitta kesilgan shox qolib ketgan ekan. Hop, buni yana bitta ustunlik jihati, ingichka shoxda ham yirik meva solaveradi. Shu ingichkasida ham zo'r holatda turibdi. Yerdagi namlik yaxshi. Sug'orishga ehtiyojimiz yo'q. Oldinda 15-martgacha yog'ingarchilik bo'ladi. Aynan shu guldan o'tib meva tugish jarayoniga o'tib olsa, shu holatini ham bitta ko'rsataman. Meva tugish jarayoniga o'tib olgandan keyingi holatini inshaalloh ko'rsataman. Bular zo'r rivojlangan va hozir bu tarafda bizni liniyadan tashqaridagi bo'lgan ko'chatlarimiz ham bor. Mana bular endi mana bizni polidan tashqarida bularni ham polining ichiga kiritamiz. Ya'ni mana bu pistani bu yerdan ko'chiramizda polining ichiga kiradi. Ya'ni araqdan suv ichadigan holatga olib kelamiz. O'ta ideal holatda. Liderdan tashqari stoldan ham meva olyapmiz. Mana stol, mana shu stol tashqariga chiqqan. Tashqariga chiqdi. Stoldan ham yaxshigina hosil olyapmiz. Xudo xolasa bu yil bu stol quyoshga zo'r qaragan, ham baland emas. Endi kamchiligini ko'ramiz. O'ylashimcha yerlar zo'r haydaldi. Xo'p, endi organika ham bera olmadim men, lekin yaxshi chirigan hayvon o'g'iti bor. Mol go'ngi ham bor, qo'y go'ngi ham bor. Xudo xolasa solib ko'rmoqchiman. Aynan mana shu gulidan oldik. Gullashga quvvat berish uchun azotli o'g'it berdim. Endi qolgan suspenziyalarni inshaalloh sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Kamchiliklarni hammasini ko'rib borasizlar. Yaxshilab kuzatib turinglar. Mana pistazor kanalimdan ko'rib borasizlar. Inshaalloh